Assalomu alaykum. Siz ishlatayotgan quyosh panelingizga tegishli bo'lgan hujjatlarni hali ham topishda qiynalmoqdamisiz yoki ushbu hujjatlarni boshqalardan so'rayapsizmi? Endi buning hojati yo'q. Ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Biz sizga buning juda ham oson usulini ko'rsatib o'tamiz. Biz bilamizki, quyosh paneliga tegishli bo'lgan bir qancha asosiy hujjatlar bor. Birinchisi ushbu quyosh panellari testdan o'tganligi bo'yicha sertifikat. Ikkinchisi ushbu quyosh panellarini o'rnatishdagi talablar, hamda ushbu quyosh panellarini o'rnatilgandan keyin qanday servis ko'rsatish, qanday monitoring qilish, hamda sistemani qanday qilib testdan o'tkazish bo'yicha qo'shimcha qo'llanmalar bor. Hamda quyosh panellariga tegishli bo'lgan garantiya qanday olinishi, hamda ushbu garantiya qanday holatlarda berilishi bo'yicha qo'llanmalar bor. Ushbu hujjatlarni olishning juda ham oson usuli bor. Biz bilamizki, quyosh panellarining ortida maxsus QR kodlar bo'ladi. Telefoningiz orqali ushbu QR kodlarni skaner qiladigan bo'lsangiz, maxsus sahifaga tashrif buyurasiz. Ushbu QR kodni skaner qilganingizdan so'ng maxsus sahifaga tashrif buyurasiz va bu yerda ushbu quyosh paneliga tegishli bo'lgan barcha hujjatlar bor. Birinchisi quyosh panellarining sertifikati. Mana ko'rishingiz mumkin, barcha sertifikatlari bor va bularni bemalol yuklab olishingiz mumkin. Ikkinchisi quyosh panellarini o'rnatish va servis ko'rsatish bo'yicha qo'llanmalar va ushbu qo'llanmalarni ham bemalol yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Birinchisi ko'raylik, quyosh panellariga servis ko'rsatish bo'yicha qo'llanma. Mana bu yerda barcha ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchisi o'rnatish bo'yicha talablar ga oid bo'lgan qo'llanma va bularni ham ko'rishingiz mumkin. Barcha ma'lumotlar bor. Shu ko'rinishda boshqa hujjatlarni ham bemalol yuklab olishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang.